Hürmetli vatandaşım, Angliyelik aptor diplomat belki şu vaxtki Angliye emeldarla qatardığı bir emeldarla boz gerek. Charles Bolger. Nen yazgan Yakup Ag'ning tercüme hali mavzulu kitabını tönügün okup kelge yerimizden hazır başlayımız. Tönügün okuvatkandı bir esirnelik Arapça. Sanskrit'le yazgan iken közüm körelmey kaldı. Bugün kördüm. Bu nime sizlerge şunu aytip berek isin vardı kalsın bu. 9. asır iken 9. asır değil mi? Hele asırda ilgili Cunhua İmprisi degen cümle şuna da katkısınız bulduk. Devamını devamlaştırımız hürmetlik vatandaşlar. Hodde. Otur asırda İtalya'daki baron. Ya ki Graplarının, Avrupa'nın bazı en bayaşat raylarını talantaraz kılıp, koruklap koygunadık Uygurların bu han beylerimi Atış Deryası ve İli Deryası vadillerinde şahsi menfaatini közlep jang jidal kılışkan. Karamakka bunda kalıp takı jungo kaytı küçüyüp ve emin tepip qo'ldan ketgan ziminlari da vaqtincha uzilib qolgan egilik huquqni asliga keltirganga qadar davomlashgan bo'lsa-mu, lekin bu chaqda yana bir yangi kuch Qashqariyaning g'arbiy chegarasida bosh ko'tarib chiqqan. Miladi 676-yili Abdullah Miladi 676-yili Abdullah cihat başçılığındaki Araplar Persiyadan çıkıp Amu deryasının iki yakısını boylap yürgeniçe yurt aymaklarını veyran kılgan adamlarını kırıp zar kakşatkan şu zamanlarda Bukhara'da Hatun isimli. Hatun adam ismi emas. Haniş degeni söz, Xanzurchi tercüman. Hatun adam ismi emas, Haniş degeni söz. Hatun isimli, güzel, iktidarlık bir Haniş öz oğlunun ornida hakimiyet yürgüzüp atkan idi. Bukhara'dan. O tul kılıp uzak ötmey onun devleti muşunda tasadibi hem korkunçluk, tacavuzçılık xavfiga duch kelgan. Gerçi etrafındaki koşu devletler cümleden Qashqariya bu ayol padişahı yardım bergen bolsa-mu, o iki qatam jangda mag'lub olup poytaxtga chekinib kirib mudofiyada turishga majbur bo'lgan. Hele ki Arap serkerdisi-mi şiddet bilen hücum kılıp şehirni alalmagandan keyin şu etraftan nurg'un olcu ve esirlerini elip asta çekinip Persiyaga qaytib ketgan. Yani İran'a qaytib ketgan. Bir neçe yıldan keyin Araplar qaytadan bastırıp kelgan bolsa-mu, nurg'un tartuqlarni elip yana qaytib ketgan. Şundan keyin Qutaybi isimli yana bir Arap serkerdisi texmi cho'ng muvaffaqiyat qozongan. O bir mahal qurol ve qilishning kuchi bilan Qashqariya orqali kuchoni bosib o'tib ketgan. Qutaybi Qashqar ve kuchaga kelmagan. Tercüme shundoq debdi. Qutaybi Qashqarga ve kuchaga kelmagan deydi. Biyadelik Bolger'nin sözünü tercüme özgertiyordu. Ayadaki bir Bukhara'daki bir hatun degen kişi biyade benim o tumarız emasdu ya ki şu emas ben bilmedim değil mi? Kılıçın küçü bilen Qashqariya orqali kuchani besib o'tgan. Bu Muhammed Peygamberinin tariqatlarining tunji qatim Jungo chegarasiga kirishi idi. Ular özleriga qudratli qurol kuchini orqa tirak qilganligi uchun bu zamonda bazılarni qurib oladi. Undan keyingi bir necha asr ichida ular yana davomli yurish qilib o'zlarining dastlabki natijasini mustahkamladi. Uzoq o'tmay Qashqariyaning hukmronlar tabaqasi bu yangi dinni qabul qildi.
10-nji asrda Qashqariya hökmrany Sultan Satluq Buğraxan burunqy dinni taşlap İslam diniga itiqad qılgan we özüniň wezir huzurlary bilen fuqaralaryga moşu dinni qabul kıldırgan. Bizge ma'lum ki ta şu vaqtga kadar Muhammed Peygamberinin aşı joydagi vekilinin yüksek ornu tehi kişiler tarafidan e'tirof qilinmagan edi. Tehi birlikka kelmagan bu devletning huquqi harbiylarning qo'liga ko'p qitim markazlashgan bo'lib, ular bu elde xohlaganicha zo'rlik, zo'mbolik qilib yurishadi. Gensuğu çekinip ketken Jungoliklar bu çağda özüge hami bo'ladigan qudratli ittifoqlash devlet tapalmagaçqa özüden küçük bolgan bir xil kuchga ma'lum usul orqali tayanmasa bolmaydi. 10-nji asrning oxirlarida İslam diniga kirgan musulmonlar Jungo bilan siyosiy savdo munosabat o'rnatgan udun, ya'ni machin ve otelliklerin koşunu bilen bir neçe qitim tutuşup emas geçirenler tutuşup mağlup bolgan. Ularning serdari Xar Qalu. Yenisarning yenida Qashqariyaning İslam hükmronlarini bir neçe qitim egir chiqimga uchratgan. Lekin ondan keyingi 20 yil ichida Qashqariya Qo'qonning qo'llashiga erishib, ilgirki urushlarda mag'lub bo'lganligi uchun undan o'chini olgan. İslam dinini qabul qilish qilmas to'g'risi Qashqariyalar Xotan o'rtasida bo'lgan urushni so'zlash kerak bu yerda. Ammo Xotan tunji qatim İslamiyet tavalligiga o'tgan Buğraxan cemaati mushu chog'dalar Sharqiy Turkistonda, ya'ni Uyg'uristonda özlerinin müstehkem hükmranlığını ordutup, zeminni Yakup Bey'nin zemini bilen tanıdıgıdak derecede kemaytti. Qaraqtaylar Jungo tarixidagi G'arbiy Yav xandallığının asası ahalisini Qaraqtaylar deydi. Qaraqtaylar Xilonjangdan ve Jungo'nun şimali çevresideki joylardan uzak zamanlar jarayoni Jungariyaning g'arbiga ko'chib kelib, Ili shahrini bino qilgan. Hali bir mezgil o'tgandan keyin ular yana ma'lum turk qavmi bilan birlashib, qudratlik va mustahkam hokimiyat qurgan. Ularning oqsoqoli Gorxon, ya'ni Shahnishoh bo'lib, ular Budda diniga e'tiqod qiladi. Gorxon, yani Shahnishoh bo'lib, ular Budda diniga e'tiqod qiladi. Ba'zilarning aytishicha, qavmning o'tir asrdagi sardari oqsoqol Yo'g'on yoki podshoh Yo'g'on deb atalgan mashhur zotmish. Basmachilikni o'ziga odat qilib olgan uluslarning zulmini yetkidak tortgan qo'shni qabilalar Gorxonning yordam berishini talab qilganda u hammasiga ma'qullik bildirgan. Lekin u Qipchoqlarni va boshqa ba'zi bir qabilalarni yengandan keyin o'zi ishg'ol qilgan qo'shni va ittifoqdosh ellardan chekinib chiqib ketmay turib olgan. Arqadilla Qashqariya bilan Xotanni yutib qolmasdan balki Pamirda o'tib, Farg'ona vodiysiga besib kirgan. Ham qisqa vaqt ichida Buxoro, Samarqand, Toshkentlarni o'z ilkiga olgan. Lekin bu keng zamindagi imperiya qisqagina bir mahal mavjud bo'lib tura olgan. Gorxonning shu dastlabki Gorxonning aşı dastlabki muvaffaqiyatlardan keyin Xiva, ya'ni Xorazm bilan Qaraqtaylar o'rtasida yerim asrdan ko'proq davom qilgan zo'magarlik, tanishish, yig'iligi yuz bergan. Xristian dinida ishlanadigan Nayman qabilasining oqsoqoli Kuchli xonmi Gorxonga qarshi safga qatilgan. Gorxon bir necha qatimliq shiddatli jangni boshidan kechirganidan keyin 1214-yili mag'lub bo'lib asirga tushgan.
Lekin Kuchli xonning g'olibiyatimi uzoqqa bora olmagan. Chunki u Osiyoda maydonga chiqqan eng qo'rqinchli va kuchli dushmandan biri bo'lgan Chingizxonga duch kelayotgan edi. Mongollarning mustaqil bir ulus sifatida tarix sahnasiga chiqishi taxminan Qora Xitoylar Jungariyaga qarab ilgirlagan vaqtga to'g'ri keladi. Ular 12-asrning boshlarida Jungoning Shanxi, Gansu o'lkalariga tajovuz qilib kirib, bu yerlarni qattiq vayron qildi. Chingizxon bosh ko'tarib chiqqanda sholliq g'alabalarni qo'lga keltirgan o'z ulusining toza ruhlanib, kuch-qudratga to'lganligini, ba'zi qo'shnilar ichida bo'lsa, jangi jidal bo'layotganligini, ba'zilarning uzoq yig'iliqdan keyin yangi boshdan asliga kelayotganligini ko'rdi. Jungoliklar uchoqlarda toza parchalanib ketgan edi. Jungoliklar uchoqlarda toza parchalanib ketgan edi. Ana shu imperiya bilan urug' tuqqanchiligi bor Chingizxon musha bayoshat, ammo mudofiasiz qo'shnisining bag'riga qodilib kirishdimi, o'ng'ay bir ish yo'qligini sezdi. Chingizxon 1154-yili Dolan Yultos degan joyda tug'ilgan. Uning otasi Muska Bahodir Tatarlarni bir qancha qitim yengan mahir harbiy odam edi. Chingizxon umrining dastlabki qismini butunlay o'rin, martaba jihatda duch kelgan qiyinchilikni yengish davomida o'tkazgan. Uning o'g'li, ya'ni ayni zamanda o'z oldiga hukmronlik qiladigan bir necha guruhga bo'linib ketgan bo'lib, ular faqat jang maydonida tashqi dushman